Real Madridning keyingi mavsum uy libosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketdi. Keling bu rasmni birgalikda ko'rishimizdan oldin hoziroq kanalimizga like bosib, obuna bo'lib qo'yasiz. Obuna bo'ldingizmi? Unda boshlaymiz. Mana 2026-2027-yilda Real Madridning deyarli rasmiy libosi internetda kutilmagan tarzda chiqib ketdi. Qisqacha o'zimning fikrimni bildiradigan bo'lsam, menga yoqmadi. Chunki qanaqasiga unda ham oq chiroyli libosga uchta rangi ma'mi poloskalarni qo'shib, undan tashqari qo'l tarafini va tomo tarafini yashil rangga bo'yasa mumkin. To'g'risi ranglari bir-biriga o'zi tushmayapti. Bu qanaqadir hazilga o'xshayapti. Agar rostdan ham shunaqa forma Real Madrid chiqaradigan bo'lsa, menimcha bu nafaqat menga, balkimda boshqalarga ham yoqmasligi mumkin. Mana shu formada Kylian Mbappéni ko'rinishi. Xo'sh, siz bu haqida nima deb o'ylaysiz? Lekin eng qiziqarli joyi ularning mehmon va uchinchi liboslari ham chiqib ketdi. Ammo ularni ko'rgis kelsa, hozirroq bizni Telegram kanalimizga kiring. To'g'risini aytadigan bo'lsam, mehmon formasi juda ham chiroyli. Shuning uchun bitta Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, ishoning, afsuslanmaysiz.